Toshkent kimyo-texnologiya instituti 1991-yil 6-maydagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan tashkil etilgan. Institut o'z faoliyati davomida mamlakatimiz kimyo, neft-gaz, oziq-ovqat, qurilish sanoati va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari uchun 15 mingdan ortiq yuqori malakali muhandis, texnologlar tayyorladi. Toshkent kimyo-texnologiya instituti kimyoviy texnologiya, organik va norganik moddalar, polimerlar, silikat va qiyin eruvchan materiallar, nodir va kamyob metallar kimyoviy texnologiyasi, oziq-ovqat texnologiyasi, neft va gazni qayta ishlash, ekologiya va atrof muhit muhofazasi, hayot faoliyati xavfsizligi, biotexnologiya, energetika, katalizatorlar va absorbentlar texnologiyasi, qurilish materiallari texnologiyasi, enologiya, sellyuloza va yog'ochga ishlov berish texnologiyasi, professional ta'lim va boshqa yo'nalishlar bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga ixtisoslashgan Markaziy Osiyodagi yetakchi oliygohlardan biri hisoblanadi. Institut tuzilmasi Toshkent shahridagi bosh kampus, Shahrisabz va Yangiyerdagi filiallar, akademik litsey va texnikumdan iborat. Institutda 5 ta fakultet: oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi, kimyoviy moddalar texnologiyasi, menejment va professional ta'lim, vinochilik texnologiyasi va sanoat uzumchiligi hamda yoqilg'i va organik birikmalar kimyoviy texnologiyasi fakultetlari mavjud bo'lib, jami 24 ta kafedra, 6 ta ishlab chiqarish o'quv markazlari va 12 ta ilmiy laboratoriyalar mavjud. Shuningdek, institutda 4 ta ilmiy tadqiqot laboratoriyalari tashkil etilgan, jumladan asfalt beton texnologiyasini modifikatsiyalash bo'yicha O'zbekiston-Xitoy qo'shma ilmiy tadqiqot laboratoriyasi, zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil laboratoriyasi, oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi ilmiy tadqiqot laboratoriyasi hamda nano-kimyo va nanotexnologiyalar ilmiy tadqiqot laboratoriyasi mavjud. Nano-kimyo va nanotexnologiyalar ilmiy tadqiqot laboratoriyasiga 1,2 million yevro qiymatida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan transmission elektron mikroskopi keltirildi. Institut 4 yillik Yevropa standartlari asosida bakalavriat, 2 yillik magistrlik hamda falsafa doktori va fan doktori dasturlari bo'yicha akkreditatsiyadan o'tgan. Jami 29 ta bakalavriat dasturlari, 30 ta magistratura mutaxassisligi, 16 ta doktorantura hamda xalqaro dasturlar, 5 ta 2 tomonlama diplom berish bakalavriat dasturlari, 7 ta 2 tomonlama diplom magistratura dasturi, 1 ta qo'shma doktorantura dasturi bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Institutda kunduzgi va sirtqi ta'lim turlarida 8500 dan ortiq bakalavr, 400 nafardan ortiq magistr hamda 100 dan ortiq doktorantlar tahsil olmoqda. Institutda xorijiy fuqarolar uchun ham ta'lim olishlari uchun barcha sharoitlar mujassam. Chet elda malaka oshirgan professor o'qituvchilar jamoasi, zamonaviy o'quv va laboratoriya xonalari, fondi 19 mingdan ziyod bo'lgan kutubxona, ularning yashashlari uchun yotoqxona kabi ko'plab qulayliklar yaratilgan. Toshkent kimyo-texnologiya institutida 400 nafardan ortiq professor o'qituvchilar mehnat faoliyatini olib boradi. Ulardan 5 nafari O'zbekiston Respublikasi va xalqaro fanlar akademiyalarining akademiklari va muxbir a'zolari, 266 nafar fan doktorlari va nomzodlari, falsafa doktorlari hisoblanadi. Institutda Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Janubiy Koreya va boshqa yetakchi universitetlardan taklif etilgan xorijiy professor o'qituvchilar tomonidan muntazam ravishda o'quv seminarlari va ma'ruzalar tashkil etiladi. Bundan tashqari Toshkent kimyo-texnologiya institutida o'qituvchilarni malaka oshirish va qayta tayyorlash tarmoq markazi va ilmiy darajalar berish bo'yicha 2 ta ixtisoslashtirilgan ilmiy kengash faoliyat ko'rsatmoqda. Toshkent kimyo-texnologiya instituti kelajak kasblarini biz bilan egallang.